Assalomu alaykum akalar. Bu Nodir hoji akamiz 3-sotuvdagi qo'chqorlari. Ma'lumotlarni berib berasiz, Nodir hoji aka? Bu qo'chqorimiz, assalomu alaykum, hurmatli qo'y ishqibozlari. Bu qo'chqorimiz krasavchik liniyagadan quloqlar 22 pilos, bo'yi 92 qo'zi. Hozirda endi bir taxminan bir 10 oylik, 11 oylik atrofida bo'lsa kerak. Chunki qo'limizda tug'ilmagan, mana точно ayta olmaymiz mana undoq deb. Rang hamma yo'g'i yaxshi. Xudo xolasa kimga shunaqa qo'chqorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Nodir hoji akamiz nomerlarini qoldirib ketamiz. Inshaalloh beramiz. aloqaga chiqaverasizlar. Bular qo'zlarni bemalol sizga telefon qilishsa, kelib ko'rishlari mumkin, to'g'rimi? Narxlar arzon emas, oladigan odam qilsa, arashani ichida yurgan odamlar qilsa yaxshi bo'ladi. Hali gapirsak, ortiqcha gaplar bo'lmaydi, yaxshi bo'ladi o'shanda. Albatta. Namangan viloyati 3 tumandanmiz, murojaat qilishadi. Xudo xolasa qo'yga tushunganlar o'zi narx-navosini tushunib bo'ldi. Zot ota-onasini eshitgandek, xudo xolasa. Hamma qo'chqorlar shunaqa. Bittadan like cham anglatib qo'yasizlar.